Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Golland tili qrammatik dərsimiz xoş gəldinizlər. Biz bugün 54-cü dərs, yəni tiniş belgilərində Lace Takens'ninki 3-cü qismi ilə tanışıb çıxımız. Bugün tanışıb çıxıdığan qismi tırnaq, qoş çekit və siziqcha. Biz bu tiniş belgilərinin nima ekanligini, bunun qanchalik muhimligini o'tgan soatlik darsda so'zlab bo'lgan. Endi mushlarning ichidan 3-cü tırnaq, qo'sh chekit, siziqcha 3 bilan tanışib chiqamiz. Birinchisi tırnaq, het hakiye. Yani hakiye tırnaq. Bu tırnaqning ishlatilishning ba'zilari bizning tilimizga o'xshab qoldi. Birinchi xil ishlatish usuli biror narsani to'liqlab tushundirganda, izohlaganda, yana beeintulichting of anfühling. Yani tırnaq ichidagi mazmun biz biror narsani to'liqlab, izohlab tushundirgan bo'lamiz. Masalan, bir qancha misollarni oldim. Ich bin geboren in Osttürkistan. Deb tırnaq ichiga Qashqar deb yozib qo'ysak, o chog'da men Sharq Turkistonda tug'ilgan. Lekin tırnaq ichiga Sharq Turkistonning Qashqar shahrida deb to'liqlab, izohlab tushundirgan bo'lamiz. O chog'da jumlani men Sharq Turkistonning Qashqar shahrida tug'ilgan deb ifodalasak bo'ldi. Lekin bunday ifodalash orqali Sharq Turkistonning Qashqar tug'ilgan deb ifodalagan bo'lamiz. Ikkinchi misol in sommige gevallen bijvoorbeeld bij ziekte kunnen in vrijstelling krijgen. Yani bazı ahvallarda siz ruxsat so'rasangiz bo'ldi deydi. Yani tırnaq ichiga bijvoorbeeld bij ziekte deb yani yozib qo'yish orqali ba'zi ahvollarninki qanday ahvol ekanligini to'liqlab tushundirmoqchi. Wim 1938 heeft als kind de oorlog meegemaakt. Yani me'adam Wim kichik bola vaqtida urushni beshini o'tkazganda ba'zi 1938 tırnaq ichiga ilish orqali Wimninki 1938 yil tug'ilganligini bildirmoqchi. Lutfullah Mutallib izin Brumda Dexter. Yani Lutfullah Mutallib bir dağlıq şairde bazı tırnaq ichiga 22'den 45 deb yozib qo'yish orqali 1922 yildan 1945 yilgacha yashaganligini bildirmoqchi. Yani qisqasi, o'sha bir narsani to'liqlab, izohlab tushundirgan vaqtimizda mushta ifodalaymiz. Yani mushta tinish belgilari orqali jumlani ham ixcham ifodalay olamiz. Yani başqa bir tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, buning hech qanday aloqasi yo'q ekanda, ba'zi tırnaqning ichiga Nguyen 2021 deb yozib qo'yishdagi maqsad bu tekshirishninki Nguyen degan birisining qilgan tekshirish ekanligi 2021 yil qilinganligini ifodalamoqchi. Endi bu xil ifodalash shakli ilmiy maqolalarda pek ko'p uchraydi. Masalan, maxsus Golland tilida bir kasb o'qigan vaqtinglarda, hobby universitetlarda dissertasiya maqolalarini yozgan vaqtida har qanday birisining gapini naql qilganda, bir kitobdan olgan vaqtda, bir maqolani olgan vaqtda cho'qim mushta shaklda ifodalash talab qilindi-ku. Üçüncü xil misal, Kinder haben Fag weinig Sprechangst. Yani balalarning ko'pincha hollarda so'zlashdan qo'rqinchisi bo'lmaydi deydi. Buni tırnaqchiga olib qo'yish bu orqali demak jo'g'ini yana mushi gap Van der Laar degan odamningki 2020-yildagi maqolasidan ya kitobidan bir nimadan ilingan demakchi. Yani qisqasi kitoblardagi bir bobni, bir maqoladan ilingan mazmunlarni ko'rsatgan vaqtda shuning avtorini yoki maqolaning ismi va qanchanchi yilda maqolalarni ifodalash uchun ham mushta tırnaq ishlatamiz. Endi keldik harflarning ustiga qo'yiladigan qo'sh chekit, ya'ni dual taken deymiz uni yoki yana bir atalishi terima. Endi bu harflarning ustiga qo'yiladigan qo'sh chekit, ya'ni dual taken, ya'ni ayirish chekiti deb bu chekit asosliq talaffuz jihatda xato talaffuz qilinib qolishning oldini olish uchun, unda so'ziq tovushlarni bir-biridan ayirish uchun ishlatildi. Shunga bunda qo'sh chekit qo'yilgan so'zlarningki talaffuziga alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Yani bekor qo'yib qo'ygan chekit emas, bu chekit orqali mishada talaffuz jihati men diqqat qilish tegishli bir nuqta bor ekan deb o'ylasanglar bo'ldi. Masalan, under zir. Men o'qigan vaqtda mana 3 tane i bor-ku, hozir 3 tane i'ni unda so'zib o'qimaymiz. Under zir deb emas, balki under zir talaffuz boshqacharoq bo'ldi. i'ni cho'qim chiqarib o'qiymiz-ku. Shunga mesela kooperatsiya bu yerdagi o orqali bu ikki o'ninki uzun so'ziq tashimiz, ya'ni kooperatsiya deb o'qiymiz, balki kooperatsiya yani ikki o'ni ayrim-ayrim o'qatimiz-ku. Patient, Provinzien, Poesie, beïnvloeden,
deb asosli talaffuzdagi masala, ya'ni talaffuzga alohida diqqat qilish uchun so'ziq tovushlarni bir-biridan ayirish uchun qo'yildi. Bunda harflarning ustiga qo'yiladigan qo'sh chekit. Shunga bir harfning ustiga mana qo'sh chekit kelgan vaqtda talaffuziga alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Ondan shu asosliq qo'sh chekit qo'yiladigan harflar mushlar. Bu jadvalni ham o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Bular shu asosliq klinker, ya'ni so'ziq tovushlar birlashgan ahvollarda so'ziq tovushlarni bir-biridan ayirish uchun qo'yildi. Endi keldik koppel-teken, ya'ni bu bir xil siziq, ya'ni ko'p bilan deganlar bir-biriga birlashtirish, moslashtirish degandek ma'nosi bor. Şun bu endi yani birleştirdiğin siziqcha. Yani işte bir qancha siziqchilar bor. Bu siziqchilar bir-birining ishlatilishi o'xshamaydi. Şumas koppel degan birleştirdiğin siziqcha deb ismidan chiqib turadi. Bu birleştirdiğin siziqcha bir so'zni oldi qo'shilg'uchilar, sonlar yoki boshqa harflar bilan birlashtiradi. Bu siziqchaning asosiy roli tekstlarningki o'qib tushunilishini, tekstlarni aniq qilish, o'qishda oson qilish, tushunish qilish. Ammo buning ishlatilishini misollar bilan tushungandan keyin nima demoqchiligini obdan tushunasizlar. Birinchi xil ahvol golland tilida ba'zida ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qoladigan, ya'ni ikki so'zning bir kishidan tuzilgan so'zlarda ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolgan ahvollar bo'ldi. Ya'ni klinker botsing deymiz buni. Mushta ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolgan ahvolda o'qishga qulaylik bo'lish uchun şu sözninki tıxım tushunishga bo'lish uchun ikki so'ziq tovushning o'ttirisiga siziqcha qo'yildi. Masalan, auto underdelen. Bu aslida auto underdelen degan ikki so'zninki bir kishidan tuzilgan bir birikma so'z, qo'shma so'zchu. Agar hozir biz buning o'ttirisiga siziqcha qo'ymaylam yozsak, u chog'da auto underdelen deganda boshqa bir ma'nosini o'zgarib o'qimoqni ta'sib qoldi. Shu buni aniq ma'nosini o'qishga oson bo'lish uchun ham aniq farqlantirish uchun auto underdelen ikkisini o'ttiriga bir siziqcha qo'yilgan. Bu siziqcha qo'yganki o'qigan vaqtidami ikkisini sal ya'ni auto underdelen deb o'qimay, balki auto underdelen deb ayrim o'qiymiz. Yoki na apen. Agar siziqcha qo'yilmasa, u vaqtda buni napen deb o'qib qilishimiz mumkin. Lekin miyada na apen bu boshqa bir so'z. Ya'ni na apen degan maymundek doğrash degan gap. Reuma-achtige, yani revmatizmdek multi-inzetbar, yani her ishga o'rlashtirg'ili bo'ladigan family outchi, yani oila ko'ngil itishi deb qarasanlar, mush qizlarni bo'yab qo'ygan hammasi birikma so'zlar. Bu ikki so'zningki shu siziqcha qo'yilgan oldida ham keynida klinker so'ziq tovush borchu. O'sha so'ziq tovushlar bir kelib so'qishib qilishni oldini olish uchun mushta siziqcha qo'yib golland tilida mushta arib ekan. Ya'ni birinchi xil ahvol ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolgan vaqtlarda birikma so'zlarda biz mushta siziqcha qo'yish orqali ikkisini araymiz. İkinci xil ahvol jug'rafiyalik nomlar. Yani agar jug'rafiyalik atalg'ular bir-biriga qo'shilib, qo'sh holatga kelgan vaqtda ularning o'ttirisiga siziqcha qo'yildi. Masalan, Driebergen Zeist, yani bu bir yerning ismi, Zeist'dagi bir yerning ismi. Mesela ik stap altijd uit bij station Driebergen Zeist. Yani daim Driebergen Zeist poyezd istansiyasida to'xtayman deb. Hozir bu ikki o'rin joyidan tuzilgan, ikkisidan bir kishidan tuzilgan bir birikma ismchu. Mushta jug'rafiyalik nomlar, yana işte o'rin joyining, tog'larning, davlatlarning ismlari, ikkisi birikib bir ism tuzilgan vaqtida shu o'ttiroq siziqcha qo'yamiz. Yoki North Holland, yani Shimoliy Amerika. Bu masalan ikki qirmatli North degan shimol jug'rafiyalik atalg'u, Holland davlatining ismi ikkisi birlashib North Holland, Shimoliy Gollandiya deb bir yangi so'z birikmasi tuzdi. Mushta so'z birikmalarida o'ttirg'i siziqcha tatimiz New Zealand, Yangi Zelandiya. Buni mushta siziqcha qo'yamiz Made America, yani O'rta Amerika deb mushta jug'rafiyalik atalg'ular bir-biriga qo'shilib qo'sh holatga kelganda siziqcha qo'yamiz. Uchinchi xil ahvol jup so'zlar. Ya'ni o'xshash so'z turkumiga tabi bo'lgan, tang o'rinda turadigan jup so'zlarning o'ttirisiga ham siziqcha qo'yamiz. Masalan, zwart-wit, yani oq-qora. Yazit alles ook zo zwart-wit. Yani hamma narsani oq-qorali ko'rasiz. Yani bu demakchi o'g'ini bunda bir o'ttir yo'l tutishni bilmaysiz demakchi.
kulturel matskaplik yani medeniyet, ictimai, medeni cemiyet deb işte bir söz türkümge tava olgan cüp sözler hotel restoran yani mehmanxonalik restoran debçu şu iki isimning bir kişiden tuzilgan bir birikme isim muşta isimladımı muşta o'ttirga siziqcha qo'yimiz. To'rtinchi xil ahvol o'ziga vakillik qilib kelgan so'zlarning ma'nosini tixmi aniq ifodalash uchun siziq ishlatamiz. Masalan, that book is in the ik form geschreven, ya'ni u kitob ik yani birinchi shaxs shaklda yozilgan, ya'ni men shaklda yozilgan deb mushta men shakli deb mushuni biz aniq ifodalash uchun mushta ik form mushningki ik bilan formni o'ttirg'a siziqcha qo'yamiz. Yani bir misal, ik twijfel of factuur in the word of het word is. Yani men factuur degan bu so'zningki, yani the artikel qildiğasımı yoki het artikel qildiğasımı ikkilanib qilyaptimi deb mishadiki the word, het word o'ziga vakillik qilib keladi bu so'zlar. Buni ma'nosini aniq ifodalash uchun o'ttirgan mushta siziqcha qo'yib yozamiz yiziq tilda. 5-chi xil ahvol harf bilan son birlashganda qisqartılma so'zlar bilan boshqa bir so'z birlashganda va harflarning cho'ng yozilishi bilan boshqa bir so'z birlashganda o'tiriq siziqcha qo'yamiz. Masalan, taxtiq yarxilifda, yani 80 yoshlik 80 yosh deb hozir biz son bilan isim birlashdi. Mushunga yozgan vaqtda yiziq tilda mushta siziqcha qo'yamiz. 65 plus bingo, yani 65 yoshdan yuqorilar deb mushta bunun siziqcha qo'yildi. McDonald's menü, yani McDonald'ning tizimligi deb hozir McDonald'ning tamoq tizimligi deb mushuningda hozir ikki so'z birlashyapti, siziqcha qo'yamiz. Yoki qisqartılma so'zlar bilan boshqa harf VC bir yo'l VC degan qisqartılma so'z, ya'ni tozliq uyi bir yo'llik tozliq uyining nimasini demakchi? Ashuni qisqartılma so'z bilan birlashgan vaqtda yani IQ test, yani aql iqtidorni sinash testi, yani IQ degan qisqartılma so'z yoki harflarning cho'ng yozilishi bilan bir ism birlashganda, masalan, ur Fransiya, yani qadimiy fransiyalik deb Frans deganni cho'qim f harfini cho'ng harf yozishimiz kerak-ku biz buni o'tgan soatlik darsimizda degan. Mushta cho'ng harf yozilgan harflar boshqa ism bilan birlashgan vaqtida ham o'ttirg'a siziqcha qo'yamiz. Anti Yevropa, yani Yevropaga qarshi deb mushta ahvollarda o'ttirg'a siziqcha qo'yib yozamiz. Endi 6-chi xil ahvol Golland tilda ba'zi aldı qo'shuvchilar bilan birlashib kelgan ba'zi so'zlarning o'ttirisiga ham siziqcha qo'yildi. Masalan, aldı qo'shuvchi so'z yasaydigan aldı qo'shuvchilar nit, non, ex, bayna, out, aspirant, learning qizlarni bo'yab qo'ydim. Masalan, bir qancha misollar ex xifangini, ya'ni sobiq jinoyatchi deb, ya'ni burun jinoyatchi hozir emas, sekretaris general, ya'ni bosh sekretar, minister prezident, yani baş minister, bayna dot erfaring, yani ölgülü tas kaldığan tecrübe, nit anxiborun, yani tuğuluşu dıllı unda olmagan dep, muşundaq nit, bayna, minister, sekretaris, ex diyen muş sözler, muşta bazı isimlarının aldığı kilip, yeni bir isim yasayıcı, mesela ex xifangını, ex partner, desek, yani burunqı yoldaşı, burunqı ayali, ex frau diyendekçi. Muşta isimladi hem o'ttirg'a siziqcha qo'yib yozamiz. Yozilishda muşta. Endi 7-chi xil ahvol ikki yoki undan ortiq so'zlarning bir kishidan tuzilgan qo'shma so'zlardan ularning o'ttirisiga siziqcha qo'yildi. Masalan, Golland tilida işte ikki yoki uch so'zning bir kishidan tuzilgan muqim birikmalar bor. Mushlarni o'ttirisiga ham yozganda siziqcha qo'yamiz. Masalan, Vilja, Boter, Kas and Iron Spelen, yani bu bir oyunun ismi. Mesela siz seriqmay, erimchik, tuxum oyunu oynashni xohlamsiz debchi, balla oynaydigan bir o'yin. Mushum bir muqim birikmichi, Boter, Kas and Iron deb mushta yozgandim, o'tiriq siziqcha qo'yib yozamiz. Du hit zelf materialen liggen achterin in de winkel. Yani o'zingiz qilvasangiz bo'ldi degan materiallar do'konning orqa tarafida deb. Bunu so'zning bir kishidan tuzilgan bir işte birikma so'z yoki kant and klar maltayt, ya'ni tayyor yemekliklar, stakt het führen, urushni vaqtliq to'xtatish deb bo'lamiz muqim birikmalarchi.
Muşta ikki yoki undan ortiq so'zlarning birikishini so'ziga muşta muqim birikmalarning o'ttirisiga siziqcha qo'yiladi. Ya'ni bu ko'p taken, ya'ni siziqcha, ya'ni birlashtirilgan siziq to'g'risida so'zlaydiganlarimiz mushunchalik. Shunga endi bu tinish belgilarini ham yaxshi ishlatish uchun sizlarga tavsiyalarim bu darsni anglagandan keyin bundan keyin endi tekst o'qigan vaqtinglarda chekit, pash, siziqcha, savol belgisi ashlarga diqqat qilib mangsanglar, emniyeti bu unchalik ters mazmun emas. Ma'qulamsa, yana eng oxirgi bir qismi qoldi tinish belgilarininki. Bugungi darsimiz mushagacha, keyingi darsda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.